Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. Bugungi mavzumuzni juda ajoyib mavzudan boshladik. Mana toshlar haqida bugun suhbatlashamiz. Bu qanday toshlar deysizmi? Bu toshlar organizmimizda, jigarimiz ostida joylashgan o't qopida paydo bo'lgan toshlar. Toshlar qanday paydo bo'ladi va bularning paydo bo'lishi, hosil bo'lishiga qancha vaqt kerak? Organizmimiz uchun, tanamiz uchun qanday xavf tug'dirishi mumkin? Bu toshlar har xil rangda bo'lishi mumkin. Masalan, mana sariq toshlar, bu toshlar xolesterin tarkibiga ega bo'lgan toshlar. Bu toshlarni hali mayda qum bo'lgan paytida eritib yuborish mumkin. Mana siz bugun agar nonushta qilmagan bo'lsangiz yoki nonushtangizda foydali mahsulotlar, foydali yog'lar, oqsil va eng kerakli bo'lgan tilimizda achchiq, nordon ta'm sezadigan darajada o'simlik, masalan hozir urf bo'layotgan rukkala, petrushka yoki sildiriy ta'mi bo'lmasa, o't pufagingiz umuman ishlamadi deb hisoblayvering. Kundan kunga, yildan yilga, oydan oyga bu tobora o't pufagida safroni dimlanishiga va quyuqlashishiga sabab bo'ladi. Safroning quyuqlashiga yana bitta asosiy sabablardan biri bu xolesteringa boy bo'lgan mahsulotlarimizni iste'mol qilishimiz. Bu qanday mahsulotlar? Bu oq un va shakardan iborat bo'lgan, trans yog'lardan iborat bo'lgan ovqatlar. Hammamiz sevimli, yaxshi ko'rib iste'mol qilgan shirinliklarimiz, pishiriqlarimiz, pirojnilarimiz va yog'li go'sht mahsulotlarimiz, sariyog', smetana, qozonqovoklar, yog'li oshlar, mana shular hammasi qonimizda va safromizning tarkibidagi xolesterinning miqdorini ko'paytirib, safroni quyuqligini oshirib yuboradi. Safron normada xuddi sutdek ichakka to'kilib turishi shart. Safronning vazifasi bu yog'li ovqatlarni parchalanish hisoblanadi. Yillar davomida noto'g'ri ovqatlanish natijasida vaqtida nonushta qilmasligimiz, tushlik, kechki ovqatni kechki paytga surib, ovqatlanishdan keyin harakat qilishni o'rniga televizor tagida o'tirib, yig'ilishlarda o'tirib, harakat qilmasligimiz hammasi o't pufagini dimlanishiga sabab bo'ladi. O't pufagidagi safronning dimlanishining belgilari bu birinchi bo'lib ertalab turganingizda og'iz bo'shlig'ida noxush ta'm sezasiz. Yog'li ovqatni ko'rganda ko'ngil aynish, ko'ngil ko'tarilish holatlari paydo bo'ladi. Oshqozon va un qovurg'a ostida og'riqlar va juda ko'p boshqa noxush holatlar, og'irlik hissi, ovqatingiz xuddi hazm bo'lmayotgan hislar paydo bo'ladi. Oshqozoningiz, ichaklaringiz faol ishlamaydi. Bir hafta ichingiz qotib qolsa, keyingi 2 kun ichingiz o'tishi mumkin. Va yana bitta belgilardan biri bu kechasi og'ir yog'li ovqat yegandan keyin kechasi juda uyg'onib, noxush holatda juda qattiq qayt qilish holatlari kelib chiqadi. Bu asta-sekin organizmimizni, oshqozon ichak tizimimizni umuman ishdan chiqaradi va asta-sekin toshlar paydo bo'lishni boshlaydi. Toshlar nima uchun paydo bo'ladi? Safronning tarkibining asosiy qismi bu suvdan iborat. 97% safronning tarkibi suv. Qolgan qoldiqlar esa xolesterin, fosfolipidlar, pigmentlar va eng kerakli bo'lgan bu safro kislotalari. Safro kislotalari xolesteringa qaraganda ko'proq bo'lishi kerak va u xolesterinni parchalab turish kerak. Lekin bizning ovqatlanishimiz tartibi xolesterinni ko'paytirib yuboradi va asta-sekin xolesterin cho'kmaga tushadi. O'zida bu biliarniy sludge deyiladi. Sludge asta-sekin yillar davomida toshga aylanadi. Xo'p, bu yillar davomida aylangan toshlar hammani ham bezovta qilmaydi. Umuman odamlar tosh borligini bilmasdan ham o'tib ketishi mumkin. Lekin agar bu kichkinagina tosh safroni yo'liga, bironta yo'lida turib qolsa, sizda juda noxush holat, pristup holati keladi. Og'ir, juda kuchli og'riq va yana bunga xolestit holati, o't pufagidagi yallig'lanish holati kuzatilsa, unda siz juda ham og'ir ahvolga tushasiz. Va bu holatlar tez-tez takrorlansa, yakka yagona buning yo'li bu operatsiya hisoblanadi. Xo'p, buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Agar sludge yoki safroni dimlanish holatida o'sha paytida buni bilib olib, oldini olishga harakat qilsak, to'g'ri ovqatlanishga o'tsak, to'g'ri ovqatlanish qoidalari hammasiga rioya qilsak, bu tosh hosil bo'lishini oldini olishimiz mumkin. Buning uchun biz taomnomamizda, har bir taomnomamizda avvalambor oqsil, foydali yog'lar va kletchatka, aytib o'tilgan achchiq nordon ta'mga ega bo'lgan o'simlik mahsulotlari, sabzavotlar bo'lishi shart. Bu muammo nima uchun juda ham ko'pchilikni bezovta qiladi? Bu muammoning negizida avvalambor metabolik sindrom, ichki organlarimiz atrofida yog' to'planishi hisoblanadi. Yog' to'planishining asosiy sababi bu insulin rezistentlik. Birinchi yog' to'plangandan keyin organizmda
asta sekin yog' qatlami ko'paya boshlaydi. U normada agar 10% bo'lishi kerak bo'lsa, asta sekin oshib boradi va leptin to'qlik gormonini sifatini ishini umuman ishdan chiqaradi. Yeganini bilmaydi degan ibora mana shundan kelib chiqqan. To'qlik hissi yo'qoladi va odam juda ko'p ortiqcha kaloriyalar yeb boradi. Ortiqcha kaloriyalar natijasida jigarga juda katta nagruzka tushadi. Jigar ana o'sha yegan shirinliklarimizni, ortiqcha uglevodlarimizni xolesteringa aylantirib, uni harakat qiladi qayergadir to'plashga organizmimizda. Buning natijasida insulin rezistentlikning orqasida qandli diabetning ikkinchi turi, qandli diabetning ikkinchi turi orqasida sababidan keyin jigarda yog' to'planishi natijasida jigarning yog'li gepatozi, steatogepatit va uning oxirgi holati sirroz kelib chiqadi. Va yana insulin rezistentlikda insulin gormoni baland ko'rsatkichlarda bo'ladi. Insulinning asosiy vazifasi u anabolik gormon hisoblanadi. Bu gormon organizmimizda zararli narsalar, o'simtali gormonlarga moyil bo'lgan o'simtalarni o'stirib yuborish holatiga ham ega. Mana biz asosan buni negizi bilan kurashishimiz kerak. O't pufagi sizni bezovta ham qilmasligi mumkin, bilmasligingiz ham mumkin. Lekin o't pufagida toshlar yig'ilishining negizida ortiqcha vazn, insulin rezistentlik, qandli diabet va tana vaznining keskin oshishi va gormonal buzilishlar yotadi. Xo'p, sizga nima maslahat berishimiz mumkin? Bu toshlarning paydo bo'lishi oldini olish mumkin. Qanday qilib? O't pufagini ishini me'yorga keltirishimiz kerak. O't pufagini ishini me'yorga keltirishning birinchi ertalab turganingizdagi nima qilishingiz kerak? Bu iliqdan issiqroq bo'lgan holatdagi 1 stakan suvni ozgina ho'plab ichasiz. Bu kechasi bilan o't pufagimizda to'plangan safroni asta sekin issiq holatga keltirib, barcha spazm bo'lgan o'ddi sfinkteri degan sfinkterlarim bor, ochiladigan barcha o't pufagining eshiklari va qopchani yumshatib, safroni chiqishini normallashtirib beradi. Kun davomida issiq suv ichib yurishimiz kerak. Oddiy issiq suv. Agar issiq suv icha olmasangiz, suvning tarkibiga ozgina limon sharbati qo'shib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Mana shu qadamning o'zi sizning o't pufagingizni dimlanishini oldini olishi mumkin. Keyingi qadamlar haqida batafsil yana keyingi videolarimizda sizlarga gapirib beramiz. Bizga obuna bo'ling. Bizning kanalimizda faqat tabiiy yo'l bilan davolanish, tabiiy yo'l bilan sog'lig'ingizni tiklashni o'rgatamiz.